Eng qimmat bo'lgan, eng zo'r detektorimizni sizga ko'rsataman. Qanaqa ishlashini bugun sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. O'zini ichidan shunaqa taqir-tuqir narsalari juda ko'p bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimizni yig'ib olamiz. O'zim ham hozir ochmoqman sizlarning oldingizda. Bunisini ikkita antenasi bor. Bu kamerasi uchun ishlaydi. Uchinchi antenasi, mana bu simlisi, bunisi magnitli diktofonlarni topish uchun ishlaydi. Mana yaxshilab qotirib olamiz. Mana bunisini tekshirayotganingizda ingichka joylarni tekshirish uchun uzun qilib tekshirasiz. Hozir endi menga ortiqchalik qilgani uchun kichkina qilib olaman, ixcham qilib. Mana endi buni o'zining ichidan USB chiqadi. Breloka bunaqa qizil chiroqchasi bo'ladi. Bunda alohida bo'ladi, boshqalarida ko'pida o'zida bo'ladi, qimmatlarida alohida bo'ladi. Shunisini alohida eslab qoling. Endi buni mana shuncha knopkasi bor. Ishlatish sodda, unaqa qiyin emas, lekin tez effekt beradi. Bu detektorimizni ishlatish juda ham oson, faqat yaxshilab ko'rib olsangiz bo'ldi. Mana bu yerda o'zi bitta knopkasi bor, shuni bosib turasiz. Yondi, уже mana kameraga ishlayapti, chunki yaqin menga kamera. Hozir buni ko'rib chiqamiz. Mana kamerani уже uzoqlashtirdim hozir. Endi yaqinlashtiraman. Bu men yonimda turadi, shu hisobiga. Skors mana уже mashxonada yaqinroq bo'lgan. Qancha uzoqlashsa, sveti pasayveradi. Hozir bu 1 metr uzoqlik turibdi-da, sezyapti yaqinligini. Уже yarim metrdan keyin уже chillab ketadi. Yarim metrdan keyin chakkaga uchmaydi. Ko'rasiz-a? Mana hozir endi kamerani qanaqa topishini ko'rsatdim. Mana bunisi bezuk. Mana zvuk. Hozir zvukda turibdi. Mana modeni bossiz, bezuk o'tadi-da. Keyin kamerani mana yaqinlashtirsangiz, chirog'i tepagacha ko'tarilyapti, lekin ovozi chiqmayapti. Bezuk bor. Endi buni ovozini ochib qo'yamiz. Ko'rdingiz-a? Уже ovoz chiqyapti. Endi rozetkamizni olib tashlaymiz. Bezuk emas, lekin ovoz chiqmayapti. Уже chunki rozetka bizdan 1 metr uzoqroqda turibdi. Endi sizlarga keyingi funksiyasini ko'rsataman. Mana bu yerda magnitga yozib qo'ygan. Hozir kamera uchun turibdi. Bu yoq tomonga qo'ysangiz, magnitli diktofonni topadi. Mana bu knopkasini bossangiz, magnitli diktofonga o'tadi. Magnitga mana chirog'i yonadi. Ko'rasizlar? Olib kelganingiz masalan, bunday tekshirib ketayotganingizda, ko'rsa, mana bunisi ham magniti bor. Bu magnitli diktofonlarni topadi. Bu juda ham kichkina, magnitlining eng kichkinasi bo'ladi, 15 soatga yetadi. Mana bular ko'proq yetadi. Endi xuddi shunaqa kichkinani magniti yo'g'i ham bor. Buni ham ko'rsatib ketishim kerak. Buni topmaydi. Hech qaysi eng qimmati ham topmaydi. Bunisini shu eng qimmati ham topa olmaydi. Chunki bunda na magnit yo'q, to'lqin yo'q, hech narsa yo'q. Buni zaryadkasi 10 soatga yetadi. Qancha kichkinalashgan sari shuncha zaryadi kamayib boraveradi. Buni faqat qo'l bilan, ko'z bilan qarab topsa bo'ladi. Endi keyingisi bu GPS. GPSimizni 2 marta topsa bo'ladi bu. Ham bu o'chuvligida magniti orqali topadi. Bu ishlab tursa, ichiga sim karta qo'yilgan bo'lsa, ishlab tursa, sim kartasi orqali kamerani qidirib topayotgan funksiyasida ham GPSni topib bera oladi. Sim kartali bo'lsa, ishlab turgan bo'lsa. Endi bularni topishni ko'rsatdim. Juda ham oson, qarang. Magnitga qo'ysangiz, magnitga chiyiladi. Mana buni bosib kameraga qo'ysangiz, уже kameraga chiyiladi. Osonroq bo'lsin deb 2-3 marta tushuntiryapman. Hozir endi sizga mana kichkinasini tushuntiraman. Nima vazifani bajarishini bosib tursangiz, yonadi chirog'i. Yongandan keyin bu o'chuv kameralarni topadi. Misol uchun mana rozetka bo'lsa, ochiq bo'lsa, svet yo'q bo'lsa-da, o'chuv holatda gir aylantirib hamma joyiga qarab chiqqaningizda o'zi kamerani ko'zi yalt-yalt qilib yonadi. Mana shu lupasidan ko'rib topsangiz bo'ladi. Shu vazifasini bajaradi. Bu ochiq kameralarni topib berish uchun ishlatiladi. Mana tepasidagi knopkasi hozir 2 da turibdi. Bunda ikkita shoxli bo'ladi o'zi. Ikkita skorsi sezadi. Bunisida bitta antena ishlaydi. Bunisida slabroq o'zi sal kamayadi. Mana o'zi ko'rsatib yozib ham qo'ygan, unaqa qiyin emas.
bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu yerda men mobilniy GPS, Bluetooth, Wi-Fi, magnit topadi deb yozib qo'yibdi. Tayyor qilib, zaryadka qo'yadigan joylari. Endi mana bunisi skorsi buni. Mana pasaytirasiz, mana shu yerda slabillashadi. Uje bundoq ko'tarsangiz, ko'rasizmi? Qizili ham ko'payyapti. Uje uzoqroqni sezadi bunisi. Shu uzoqroqni sezgandan keyin bo'ldi. Endi shu bilan hammasini tushuntirib bo'ldim deb o'ylayman. Bergan ma'lumotlarim foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, bitta like bosib qo'ying. Keyingi videolarimizda yana ham sifatli qilib tushuntirib berishga harakat qilamiz.